Men pushaymonman, afsusdaman. Bu ishlar bo'lishini xohlamadim. Ayolim, sendan kechirim so'rayman, kechirim. Dunyodagi har bir ota borki, o'z farzandiga hatto tikon kirmasin deya uni balolardan asrab avaylaydi. Biroq afsuski, jahli otalik mehridan ustun kelgan farg'onalik 31 yoshli erkak endigina 1 yoshga to'lgan o'z farzandiga tig' sanchib uning qotiliga aylandi. Mazkur ayanchli holat yuzasidan to'plangan sud hujjatlaridan ma'lum bo'lishicha, 1995-yil Qo'qon shahrida tug'ilgan sudlanuvchi hamda uning xotini o'rtasida o'sha kuni o'zaro tushunmovchilik sababli janjal yuzaga keladi. Janjal davomida jahliga erk bergan ayblanuvchi go'yoki ayolidan qasd olish maqsadida himoyasiz holatda bo'lgan 1 yoshli qizchasining qorin qismiga oshxona pichog'ini sanchib olgan. Zudlik bilan shifoxonaga olib borilgan bolakay afsuski ko'rsatilgan tibbiy muolajalarga qaramay kasalxonada vafot etgan. Kechirim so'rayman hammalardan. Onajon kechiringman. Ayni holat jinoyat ishlari bo'yicha Qo'qon shahar sudida ko'rib chiqildi. Sudlanuvchi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 97-moddasi 2-qismining V bandi bilan 17 yil 10 oydan mahrum qilish jazosi tayinlansin. aybdorga qonun doirasida tayinlangan jazo muddati kun kelib tugaydi. Biroq o'z farzandining qotiliga aylangan bu erkak endi vijdon azobidan qutula olarmikan?